6 dona qo'shig'imizning qilgan daromadi, ya'ni $37.82. Bularning hammasini 1 yil davomida test qilib, sinovdan o'tkazib, tayyor kursni chiqardim va bu she'rni hech kim qo'shiq qilib hali chiqarmagan. Men seni yo'qotdim, izlayman nogoh, yoki chin sevgimni sanayman gunoh. Pul ishlash, daromad qilishni ham hammasi kursning ichida ko'rsatib o'rgatilgan. Assalomu alaykum do'stlar, sizlar bilan Angry Music kanali. Ko'rishib turganimdan xursandman. Sun'iy intellekt yordamida o'zingizda professional qo'shig'ingizni yaratmoqchimisiz? Endi bu mutlaqo mumkin va juda ham oson. Men sizlar uchun sun'iy intellekt yordamida noldan boshlab qo'shiq yaratish bo'yicha to'liq video kursimni tayyorladim. Hech qanday studio jihozlari va tajriba kerak emas, faqatgina kompyuteringiz bo'lsa bas va qolgan hamma narsa kursning ichida ko'rsatib o'rgatilgan. Kursda nimani o'rganasiz? Sun'iy intellekt yordamida noldan qo'shiq tayyorlash, ideya va yo'nalish tanlash, musiqa va ovoz yaratish, to'liq qo'shiqqacha. Ovoz klon qilish va o'zingizni sun'iy ovoz modelingizni yaratish. Sun'iy intellekt avtomelodin yordamida avtomatik notalarni to'g'irlash. Tayyor qo'shiqdan vokal va instrumentalni ajratish, reverb va delay bilan birga. Internet bo'lmasa ham sun'iy intellekt dasturlari bilan ishlash, ya'ni internetsiz ishlaydigan sun'iy intellekt dasturlari ham kursimizning ichiga kiradi. OBS va barcha kerakli bo'lgan pluginlar ham kursimizning ichida bo'ladi. Tayyor qo'shiqni distributorga yuklash, Spotify, YouTube Music va boshqa platformalarga joylash. Qo'shiqdan daromad olish, mualliflik huquqi va monetizatsiyadan foydalanish va daromad qilish. Qo'shiqlarni cover va remix qilish usullari. Eng muhimi noldan boshlab tayyor qo'shiq chiqarish va mualliflik huquqini rasmiylashtirishgacha bo'lgan bosqichlar bitta kursda. Bu kursimizdan foydalanib professional qo'shiq chiqarish uchun sizdan hech qanday tajriba talab qilinmaydi. Har bir xohlagan odam shunaqa natija qilishi mumkin. Natijalarni video davomida ko'rishingiz mumkin. Demak, do'stlar, natijalari bilan tanishib chiqsak ham bo'ladi. Noldan boshlab qo'shiq tayyorlash kursimizning natijalarini ko'rib chiqamiz. Ko'rib turishimiz mumkin, 6 dona qo'shiq tayyorlaganman. Hammasi o'sha kursimizning ichida ko'rsatib o'rgatilgan. O'sha kursimizning natijasi bo'ladi. Xo'p, bu yoqda o'zbek tilida, fors tilida qo'shiqlari bor va duet qo'shiqlari bor va remix va cover va avtorlik huquqi, ya'ni mualliflik huquqiga ega bo'lgan qo'shiqlar bor. Demak, bir chekkadan eshitib ko'ramiz va baho beramiz. برو دیگه دوست ندارم اسم تو نمیخوام بیارم برو دیگه نمیخوام به یادت چشمامو روی هم بذارم گریه های تو برام فایده نداره برو که دیگه تو رو شناختمت بگو به چی بگم گفتنیامو حالا که به حرف حسود و باختمت من توی شهر آرزوهام واسه تو یه قصر طلایی ساخته بودم به چه شوقی به چه ذوقی قلب و دین و ایمونم و باخته بودم برو دیگه دوست ندارم اسم تو نمیخوام بیارم برو دیگه نمیخوام به یادت چشمامو روی هم بذارم Eshitishimiz mumkin, professional darajadagi duet qo'shiq bo'lgan. Bu meni ijroyim va duetdoshimning ijroyida bo'lgan. Bu o'sha noldan boshlab qo'shiq tayyorlash kursimiz orqali tayyorlangan professional darajadagi qo'shig'imiz bo'ladi. Davom etamiz, ikkinchisini eshitib ko'ramiz. Bu cover versiya qo'shig'imiz, ya'ni yangitdan cover qilib chiqargan qo'shig'imiz. Eshitamiz.
ای مظهر زیبایی، تو عروس شهر افسانه هایی. عاشقت میمونم، قدر تو رو میدونم، نیاد اون روزی که بی تو بمونم. Bu qo'shig'imiz ham shu noldan boshlab qo'shiq tayyorlash kursimiz orqali bo'lgan. Originalini eshitmoqchi bo'lsangiz, mana shu Gule Ro'yoyi nomi bilan YouTube'dan qidirib, eshitib, solishtirib ko'rishingiz mumkin. Biz buni ham remixroq, ham cover yo'nalishida o'zgartirib tayyorlaganmiz shu kursimiz orqali. Va davom etamiz. Bu qo'shig'imizni eshitishdan oldin ozgina ma'lumot berib o'taman. Bu qo'shig'imizni she'rini internetdan olganmiz, proba uchun olganmizda va bu qo'shig'imizni yaratganmiz yo'nalish ideya qilib noldan. Ya'ni bu she'r o'zimizniki deb hisoblasak, noldan mana shu darajaga yo'nalish, ideya, bastalash, muzika, aranjirovka, svideniялarigacha o'zimizni qo'limizda shu kurs orqali tayyorlaganmiz. Ya'ni bu yoqda hech qanday boshqa odamning yordami kerak bo'lmagan, noldan tayyorlangan bo'lgan va bu she'rni hech kim qo'shiq qilib hali chiqarmagan. O'zimizni noldan tayyorlagan qo'shig'imiz desak ham bo'ladi. Eshitib ko'ramiz. Men seni yo'qotdim, izlayman nogah, yo'q için sevgimni sanayman gunoh. Sen ushbu so'zimdan bo'lib qo'y ogoh, baxtli bo'lolmaysan mensiz sevgilim. Men seni yo'qotdim, ayirdi firoq, yuragim yorishmas, yo'qsangda chiroq. O'zga baxt axtarib topsangda biroq, baxtli bo'lolmaysan mensiz sevgilim. Men seni yo'qotdim, pinhona so'zim, yomg'irli bulutda yosh to'kar ko'zim. Dunyoda izlasang baxtingman o'zim, baxtli bo'lolmaysan mensiz sevgilim. Men seni yo'qotdim, izlab kelsang ham, men qolib o'zganing g'amin yesang ham, ilohim baxtimni topdim desang ham, baxtli bo'lolmaysan mensiz sevgilim. Va bu qo'shig'imizni eshitib ko'rdingiz. Endi xuddi shu qo'shiqni remix qilishni ham o'rgatganmiz va remix natijasini ham eshittirib ko'rsataman. Xuddi shu qo'shig'imizni remix varianti. Men seni yo'qotdim, izlayman nogoh, yo'q için sevgimni sanayman gunoh. Sen ushbu so'zimdan bo'lib qo'y ogoh, baxtli bo'lolmaysan mensiz sevgilim. Men seni yo'qotdim, ayirdi firoq, yuragim yorishmas, yo'qsangda chiroq. O'zga baxt axtarib topsangda biroq, baxtli bo'lolmaysan mensiz sevgilim. Ko'rishimiz mumkin. Oddiy variant va remix variantlarini ham qilsa bo'ladi va cover qo'shiqlarni ham qilsa bo'ladi. Va bundan keyingi yana bitta eshitib ko'radigan qo'shig'imiz bu o'zimizning mualliflik huquqimizga ega bo'lgan. Ya'ni she'ri ham, musiqasi ham hammasi o'zimizga tegishli. Bu cover yoki remix emas. Polni o'zimizning qo'shig'imiz, eshitib ko'ramiz. Ey beybaqani oyna, sochlari qora yarashar sanga. Uzun ko'ylak chetda turmagin mani o'ylab. Beybaqani oyna, oyna,
qoshlari qora, ko'zlar surma, uyalar mendan yuzingni burma. Xayolim senda, ketmagin menda, e'tiborim torkin nozingda. Meni beybaqqani oyna oyna. Eshitishimiz mumkin, hech qanday professional qo'shiqlardan kam joyi yo'q, hammasi standartga to'g'ri keladi va hech qanday kamchilikka ega emas. Hammasini mana shu kursimiz orqali sizlar ham o'zinglar hech kimning yordamisiz tayyorlashinglar mumkin va oxirgi qo'shig'imizda eshitib ko'ramiz. اگه یک گوشه ای تنهات ببینم، تو رو مثل گل از شاخه میچینم. گل از شاخه چیده زود میمیره، اما صد تا گل از تو جون میگیره. نازنین ناز نکن، دورو کسی باز نکن. نازنین نگاه نکن، زندگی مزهر نکن. زندگی Eshitishimiz mumkin, 3-4 xil yo'nalishda qilib ko'rsatdim. Natijasini o'zinglar xohlagan yo'nalishda chiqarishinglar mumkin. Faqat yo'nalishni tanlab, sal harakat, ideya qilsanglar bo'ldi. Qolgan hamma narsa ko'rsatilgan, qanday, qayerda hamma kerakli narsa bor. Faqat sizlardan harakat va intilish kerak, xolos. Va bu qo'shiqlarimiz mualliflik huquqiga ega, ya'ni distributorlarga joylashtirilgan, ular qabul qilgan va pulli platformalar, Apple Music, YouTube Music, Amazon shunaqa platformalarga chiqarilgan уже. Buni tekshirish uchun sizlarga hozir ko'rsatish uchun oddiy misol Shazamdan qidirib ko'rsak ham bo'ladi, chiqadi. برو دیگه دوست ندارم اسم تو نمیخوام بیارم برو دیگه نمیخوام به یادت Ko'rishimiz mumkin. Platformalarda уже bor. Men bularni hammasini 1 yil davomida test qilib, sinovdan o'tkazib, hamma tomonlama kamchiliklarini to'ldirib va oxir oqibat tayyor kursni chiqardim. Bu yoqda hech qanday kamchiliksiz sizlar ham mana shunaqa natija qilsanglar bo'ladi. Ko'rishimiz mumkin 7 dona qo'shig'imizning qilgan daromati, ya'ni $37.82 bizga daromad keltirgan. Bu distributor orqali, ya'ni o'sha platformaga joylashtirilgandan keyin qancha ko'p odam eshitsa bu qo'shiqlarni, shuncha ko'p daromad keladi eshitilganlar sonidan. Bu distributor pul ishlash, daromad qilishni ham hammasi kursning ichida ko'rsatib o'rgatilgan. Qanday qilib joylashtiriladi, qanday daromad keladi, hammasi ko'rsatilgan va sizlar daromad qilsanglar ham bo'ladi. Bu hammasi shunchaki emas. Ham ijod qilasiz, ham daromad qilasiz. Hamma tomonlama udobni, ya'ni qulay. Demak do'stlar, bugungi videomiz shundan iborat edi. Kursimizga a'zo bo'lmoqchi bo'lganlar mana shu nomerga Telegramdan yozib, bog'lanib a'zo bo'lishinglar mumkin. Telegramdagi Kubes pastda chiziqcha 5 kanalimizga ham a'zo bo'lishni unutmanglar. Kursimiz pulli va to'liq ma'lumotni shu nomerga bog'lanib Telegramdan bilib olishinglar mumkin. Hammaga rahmat, kuninglar xayrli o'tsin.